Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga yashirincha zarbalar berishni boshladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh va Isroil tomonidan boshlangan urushda Eron zarbalaridan eng ko'p jabr ko'rgan Birlashgan Arab Amirliklari endilikda Eronni o'zi bombardimon qila boshladi. Bu haqda voqeadan xabardor bo'lgan bir necha manbalarga tayanib, VCJ xabar berdi. Qayd etilishicha, G'arbda ishlab chiqarilgan, jumladan Fransiyaning Mirage va AQShning F-16 qiruvchi samolyotlari hamda zamonaviy razvedka tizimlari bilan yaxshi qurollangan zamonaviy qurolli kuchlarga ega. Endilikda mamlakat o'z iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish va Yaqin Sharqdagi o'sib borayotgan ta'sirini mustahkamlash uchun ushbu kuchlardan foydalanishga tayyor. Isroil va AQSh kuchlari tomonidan Eron havo hujumidan mudofaa tizimlarining yo'q qilinishi amerikalik harbiy havo kuchlari uchun xavf darajasini sezilarli darajada kamaytirgan. VCJ manbalariga ko'ra, rasman tasdiqlanmagan hujumlar orasida 8-aprel kuni Fors ko'rfazidagi Eronning Lavan orolidagi joylashgan neftni qayta ishlash zavodiga berilgan zarba ham bor. Bu hujum yirik yong'inni keltirib chiqargan va zavod quvvatlarining katta qismini kamida bir necha oyga ishdan chiqargan. Manbalardan birining so'zlariga ko'ra, AQSh amerikaliklar tomonidan berilayotgan zarbalarni yashirincha olqishlagan va Fors ko'rfazidagi boshqa davlatlarning shunga o'xshash harakatlarini ham ma'qullagan bo'lardi. Birlashgan Arab Amirliklari tashqi ishlar vazirligi ushbu operatsiyalarga izoh berishdan bosh tortgan. Biroq mamlakatning dushmanona harakatlariga, jumladan harbiy vositalar bilan javob berish huquqi to'g'risidagi avvalgi bayonotlarga ishora qilgan. Joriy mojaro davomida Birlashgan Arab Amirliklari Eron hujumlarining asosiy nishoniga aylandi. Eron amerikaliklar yo'nalishda 2800 dan ortiq raketa va dronlarni uchirgan. Bu boshqa har qanday davlatga, jumladan Isroilga qaraganda ham ko'proqdir. Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi hamda Ba'ning iqtisodiy va siyosiy ta'siri ortishi haqidagi kitob muallifi Dina Isfandraning fikricha, arab davlatining Eronga qarshi urushga kirishi muhim voqea. Endi Tehron Birlashgan Amirliklari va mojaroni hal qilishda vositachilik qilishga urinayotgan Fors ko'rfazidagi boshqa arab davlatlari orasiga nizo solishga yanada ko'proq harakat qiladi, deydi u. Eron AQSh bilan muzokaralarning ikkinchi bosqichini boshlash uchun Vashington 5 ta talabni bajarishi shartligini bildirdi. Bu haqda o'z manbasiga tayanib Fars agentligi xabar berdi. Agentlikka ko'ra, mazkur shartlar AQSh bilan muzokaralarni qayta tiklash uchun ishonch kafolati sifatida baholanmoqda. Barcha frontlarda, ayniqsa Livan hududidagi urush harakatlarini to'xtatish, Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilish, muzlatilgan Eron mablag'larini ozod etish, jangovar harakatlar tufayli yetkazilgan zararni qoplash, Eronning Hormuz bo'g'ozi ustidan suverenitet huquqini tan olish. Manbaga ko'ra, Tehron ushbu talablar amaliy jihatdan bajarilmas ekan, yangi muzokaralarga kirishning imkonsiz deb baholamoqda. AQSh tomonining 14 banddan iborat tinchlik taklifiga javob sifatida Eron o'z talablarini ilgari surgan. Nashr manbalari AQSh taklifini bir tomonlama deb atab, u faqat Vashington manfaatlarini ko'zlashini bildirgan. Amerikaliklar urushda erisha olmagan maqsadlarga muzokaralar orqali erishmoqchi bo'ldi, deyiladi xabarda. Eron hukumati agar AQSh tomonidan harbiy zarbalar qayta tiklansa, uranni qurol ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 90% ko'rsatkichgacha boyitish bilan tahdid qildi. Bu haqda Eron parlamentining Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi vakili Ibrohim Rizoiy ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yadroviy dasturni qurollanish darajasiga ko'tarish masalasi tez orada parlamentga muhokama qilinadi.
Bunday keskin bayonotlar AQSh tomonidan Donald Trampning Eron tomonidan ilgari surilgan so'nggi tinchlik taklifini mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb rad etilgandan so'ng yangray boshladi. Tramp hozirgi o't ochishni to'xtatish kelishuvining istiqbolini juda past baholab, sulhning saqlanib qolish imkoniyati bor yo'g'i 1% ekanini ta'kidlagandi. Ayni paytda yadroviy zaxiralar masalasi muzokaralarda eng asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron ixtiyorida 400 kilogrammdan ortiq 60% gacha boyitilgan uran mavjud. Vashington ushbu zaxiralarni zudlik bilan mamlakatdan olib chiqilishi yoki boyitish jarayonini kamida 20 yilga to'xtatilishini talab qilgan. AQSh rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, Tehron mavjud xomut ashyoni bor yo'g'i 2 hafta ichida qurol darajasiga keltirishi va bu zaxira 11 ta yadroviy jangovar kallak yaratish uchun yetarli bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham masalaga qat'iy munosabat bildirib, Eronning yadroviy salohiyatini to'liq yo'q qilmaguncha urushni tugagan deb hisoblab bo'lmasligini aytgan. Shu bilan birga mintaqada psixologik bosim ham kuchaygan. Isroil ovlari mahalliy fuqarolarning telefonlariga Eron nomidan tahdidli xabarlar kelayotgani haqida, unga tungi osmonda quyoshni ko'rasiz deya yaqinlashib kelayotgan raketa hujumlariga ishora qilayotgani haqida yozmoqda. Pokiston vositachiligida o'rnatilgan va 8 apreldan buyon amal qilayotgan vaqtinchalik tinchlik holati hozirda jiddiy xavf ostida qolmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Donald Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida bir oydan beri amal qilib kelayotgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini sun'iy nafas berish holatida ekanini bildirgan edi.